Mana ulamolardan bir kishini oldiga bir ayol kishi keladida, "Ey imom" deydi, "Erim menga sen agar oydan chiroyli bo'lmasang, talaqsan" dedi. Talaq tushadimi, tushmaydimi dedi. Shunda haligi imom "Domlamga, ustozimga boring" deb ustoziga jo'natdi. Ustozim aytgan javobni menga aytib ketasiz dedi. Ayol bordi ustozining oldiga. So'zini aytuvdi, "Ey nodon ayol, sen oydan go'zal bo'la olamiding? Albatta talaq tushadi. Talaq bo'lsan" dedi. Hali ayol xafa bo'lganicha birinchi kelgan imomning oldiga keldi. "Ustozingiz talaq tushadi" dedi. Haligi imom "Yuring" deb ustozining oldiga oldi, to'la bordi, aytdi. "Ustoz, talaq tushadi debsiz. Talaq tushmaydi. Ustoz nimaga tushmaydi? Axir inson oydan chiroyli bo'la olmaydi" desa, ana shu imom shogirdi ustozga aytayaptiki, "Ustoz" deydi. Alloh taolo "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim" degan oyatda biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Demak, eng go'zal surat insonda ekan, oydan sen chiroylisan, talaq tushmaydi deganda ustozni tanigan ekan.